Kelganimda ikki oyog'im ham bosmas edi. O'g'illarim ko'tarib olib kirib, ko'tarib olib chiqib ketishar edi. Bu bemorimiz noma'lum etiologiyali nevropatiyasi bilan bizga murojaat qilib kelgan. Hozirda 16-kun mana TMS muolajasini olmoqda. Xolos, hozir ahvollari yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr. Qanday o'zgarish bo'lyapti boshida kelganingizdan beri? Kelganimda ikki oyog'im ham bosmas edi. O'g'illarim ko'tarib olib kirib, ko'tarib olib chiqib ketishar edi. Mana hozir endi kundan kunga bosib, hozir jinday xizmat qilib qo'ysa yuradigan bo'lib qoldim. Allohga shukr. Qancha qadam boshlaringiz yaxshi, dadil bo'lib qoldi. Xudoga shukr, yaxshiman. Yaxshi. Og'riqlar yo'q ancha? Og'riqlarim yo'qoldi. Bosishlarim yaxshi. O'zim ham deb narsani ushlab yurishga harakat qilyapman, yuryapman, Allohga shukr. TMS apparatining foydasi yaxshi ekan. TMS apparati inyeksiyadan keyingi neyropatiyalar, noma'lum etiologiyali yoki virusli neyropatiyalar bilan kelgan bemorlarimizda effekti anchagina yaxshi bo'ladi. Davo muolajalari samarali olib boriladi. Muolajalardan keyin bemorlarimizda yaxshi o'zgarishlar bo'ladi.